Navbatdagi reysimiz xudo xolasa mana tayyor, reysga chiqib ketmoqda. Avtobus to'sa to'lmasa har doimdek harakatlanadi reyslar, sababi bu avtovokzallardan bo'lgani uchun do'stlar. Avtobus har doimdek shinamgina toza avtobuslar. Mana yo'lovchilar ketyapti. Aka, rostdan Moskvaga ketyapsizlar? Avtobus to'lmasa ham ketaverar ekanda. Do'stlar, murojaat qilinglar. Bu videoni do'stlarga yuborib qo'yamiz. Shunaqa reysiy avtobuslarda ketmoqchi bo'lsanglar, bemalol Toshkentdan Moskva, Sankt-Peterburg shaharlarigacha o'z reysingizni amalga oshirishingiz mumkin. Do'stlar, ko'pchilik murojaat qiladi, Zolotoy Koronadan qarzim bor, ketsam bo'ladimi deganlar uchun. Zolotoy Koronadan qarzi bor, krediti borlar ham bemalol ketsanglar bo'ladi do'stlar. Rossiya sizlarni qabul qilaveradi. Va dokumenti yo'qlar, Rossiyadan kelmoqchi bo'lganlarga ham, xudo xolasa dokumenti yo'qlarga ham har doimdek yo'linglarga yordam beramiz. Base Deport Rossiyadan O'zbekistongacha olib kelib qo'yamiz. Do'stlar, bu yurakchani bosib qo'yamiz. Videoni do'stlarga yuborib qo'yamiz. Toshkent, Moskva, Moskva, Toshkent xalqaro avtovokzaldan o'z reysingizni amalga oshirishingiz mumkin. IP Kadirov avtobuslari sizlarning xizmatingizda bo'ladi. Rossiyadan kelganlarga juda qulayliklari zo'r.